Assalomu alaykum. Bu Chimkent tog'idamiz biz hozir. Hali qorga juda yaqin. Menimcha chiqsa bo'ladi bemalol. Dam olib qorga chiqishga bo'ladi. Mana hozir bu yerga chiqdik, tepalikku qarang o'zi qancha, mana pastlikka qarang. Bir qancha odamlar bir ikkitasi kelib menga aytdi, davleniyam ko'tarildi dedi. Ko'zlarda qo'rquv, vahima bilan. Albatta davleniyani ko'targan odam hamma vaqt yomonni o'ylaydi-ku, infarkt bo'lib qolamanmi deydi, insult bo'lib qolamanmi deydi. Tem более bunaqa baland joyda bo'lsa, xayol yomon tomonga ketadi. Demak, ham balandlik ta'sir qilyapti tanasiga, ham tanasi zo'riqyapti. Tanasi zo'riqqanda qo'rqib, aqli ham zo'riqyapti. Birdaniga ikki tomondan udor bo'lyapti, hujum bo'lyapti ikki tomondan. Buni odam xayol bilan mesela men yaxshiman, men davleniyam ko'tarilmaydi yoki siz aytsangiz, qo'rqma bu kasallikdan, bu o'tib ketadi, bu voqeadan qo'rqma, bo'lib turadi deb aytsangiz, odam o'zi ham tushunadi. Lekin manaqa ahvolga tushganman, bironta bir qattiq, xudo ko'rsatmasin, qattiq biron bir voqea ta'siridan tushkunlikka tushib qolgan odamga har qancha tushuntiring, u tushunmaydi. Chunki aqli oldinga o'tib ketadi tanasiga qaraganda. Mana shuni yo'q qilish uchun oddiygina yoga mashqlari bor. Albatta buni bir marta mana shu hozir bir necha minutlik передаchadan buni tushunmaysiz albatta. Lekin qayta bajarsangiz buni nima qilasiz? Bu aql bilan tanani biriga moslashtiradi. Masalan, tanangiz qattiq zo'riqsa, uni pasaytiradi. Aql zo'riqsa, uni pasaytiradi. Ikkalasini bir-biriga moslaydi. Buni qanday qiladi? Hozir nima qilib ko'rsataman? Sal qo'polroq chiqadi albatta. Nima bo'ladi? Mana. O'ng tomonni bekitasiz. Sekin chap tomondan nafas olasiz. To'liq nafas bilan. Endi bu nafas olishning o'zi ham katta bir talant. Buni bilish uchun odamlar bir hafta 10 kun vaqtda 3 oy mashq qilishadi. 3 oy mashq qilganda astmatik prinsiplar hammasini yo'q qilib oladi. Davleniyani o'zi pasaytiradigan bo'ladi. Mana qarang. O'ng tomonni bekitasiz. Chap tomondan nafas olasiz, sekin cho'zib. Mana bu vishni mudra deydi, mana qilib bekitganni. Mana qilib bekitsa nasigarra mudra deydi. Siz hozircha mana qarang. O'ng tomonni chap tomondan olasiz. Keyin nomsiz barmoq bilan buni chap tomondan bekitib, o'ng tomondan chiqarasiz. O'ng tomondan sekin olasiz. Ikkalasini bekitib bozmas turib turasiz. Keyin chap tomondan chiqarasiz. Oddiygina chap tomon sovuqlik, chap tomon oy, chap tomon ayollar quvvati, chap tomon tanani rastlablat qiladi. O'ng tomon kuch beradi, o'ng tomon quyosh, o'ng tomon issiqlik beradi. Mana shu issiq sovuqni, baland pastni bir-biriga moslashtiradi. Mana qarang. Mana sekin chap tomondan nafas oldim. Ikkalasini bekitib birpas turdim. O'ng tomondan chiqardim. Sekin o'ng tomondan oldim. Ikkalasini qisib birpas turdim. Chap tomondan chiqardim. 20-30 marta ishlayvering. Ayniqsa mana qisilgan paytda, tanangiz zo'riqqanda, aql zo'riqqan paytda bir-biriga moslashtiradi. Bajarmasangiz siz buni tushunmaysiz. Bajaring, sog' bo'ling. Bu ming yillardan buyon ishlanib kelgan mashq. Bunga hech qanaqa shubha qilmaslik kerak. Assalomu alaykum.